O'yinchoq ilon. O'takamni yori dedingiz. Shunaqa ham hasil bo'ladimi? Bu o'yinchoq ilon ekan, lekin biz bugun Toshkent viloyati Toshkent tumanida xuddi mana shunga o'xshagan, ammo haqiqiy ilonlarni saqlayotgan fuqaro haqida ma'lumot bermoqchi edik. O'y sovuqligini. Mutaxassislarimizga bergan ma'lumotlarda aytilishicha, Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi xonadonlarning birida 7 ta ilon va 1 ta amur yo'lbarsini noqonuniy ravishda saqlayotgan fuqaro aniqlangan. Mazkur holat Bosh prokuratura, Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbiri davomida aniqlandi. Nechta dona o'tdi? Ehtiyot bo'ling faqat. Mazkur reyd tadbiri davomida fuqaro tomonidan yashash xonadonida 1 dona amur yo'lbarsi hamda 7 dona yo'lbarssimon piton ilonlarini noqonuniy ravishda saqlanayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu yovvoyi hayvonlar Toshkent hayvonot bog'i mutaxassislarini jalb qilgan holda Toshkent hayvonot bog'iga joylashtirildi. Huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 92.1 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar Toshkent tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga yuborildi. Hayvonlarga mehr berish yomon emas, lekin ularni belgilangan tartiblarga amal qilmasdan ko'paytirish, saqlash bu o'zingiz va o'zgalar hayoti uchun ham o'ta xavfli bo'lishi mumkin. Shu bois bunday qaltis harakatlarni hech qachon amalga oshirmang.